27 bilan olgan Navon Nasaf jamoa o'rtasidagi uchrashuvdan keyin matbuot anjumanining ikkinchi qismini boshlaymiz. Bunda Nasaf jamoasi bosh murabbiyi Ro'ziqul Sa'dullayevich Berdiyev ishtirok etyaptilar. Ro'ziqul aka, odatdagidek avvalo bugungi o'yin haqidagi fikrlaringizni o'rtoqlashsangiz, keyin savollarga o'tamiz. Assalomu alaykum barchaga. Navbahor jamoasi bugun 5-4 sxemasida, bir sxemasida yaxshi himoyalandi. Bu ularning rejasi edi, ko'proq himoyaga e'tibor qaratib o'ynash. Shunga qaramasdan pozitsion hujumlarda biz vaziyat yarata oldik. Agar birinchi bo'limdagi vaziyatimiz yoki ikkinchi bo'limdagi boshidagi cheranni darvoza to'simiga tekkan to'pga kirganda balki vazifamiz yengillashardi. O'sha uchun bugungi o'yinda biz g'alabani o'ylab yigitlarga minnatdorchilik bildirdim. Harakat qilishdi, chunki bizga muhim ishga kerak edi. Shunga qaramasdan biz durang bo'ldi bugungi o'yin. Bu biz uchun albatta qoniqarli emas. Lekin chempionat hali davom etadi. Bu oxiri emas. Rahmat sizga savolingiz. Assalomu alaykum. Ro'ziqul aka, xush kelibsiz Namanganga. Avvalambor Nasaf jamoasiga shu O'zbekistonning sha'nini himoya qilib Chempionlar Ligasi elitda qatnashayotganligi va bugungi o'yinga minnatdorlik bildirish kerak albatta. Nima deb o'ylaysiz? Mana biz bugungi o'yinda Nasafni chempionlik shashti, chempionlik istagini o'yinchilardan emas, ko'proq sizda ko'rdik-da. Shuni sabablari nima? Bu shu qandaydir charchoqlarimi yoki psixologik faktorlarmi? Chunki bugungi o'yinda masalan biz Nasafni shijoatini, chempionlikka kurashayotgan bir istagini o'yinchilarda ko'rmadik-da. Buni sababi nima deb o'ylaysiz? Va ikkinchi savolim, siz mana o'tgan intervyungizda mard bo'lib ochiq gapirdingiz. Qiziqarli bo'lyapti bu hamma jamoatchilikka ham, ommaviy axborot vositalariga ham. Neftchi jamoasining ortida turganlar to'g'risida gapirdingiz, lekin mard bo'lib gapirdingiz. Hamma ham gapira olmaydi. Lekin shu siz aniq bir gapirsangiz, ochiqlasangiz, bir shaffof bo'lsangiz-da, kimlarni shu nazarda tutganidingiz shu gapni? Bu oson narsa. Iltimos, to'g'risida fikringizni bildirsangiz. Men o'zi bilasizlar, ko'p saytlarga e'tibor qaratmayman. Oldin ham aytganman, bu narsani kuzatmayman. Lekin o'sha gapimdan noto'g'ri tushunib, bir narsalar ko'tarib yuboribdi. Buni to'g'ri tushunib, to'g'ri taraflari ham bor edi. Buni to'g'ri qabul qilish kerak edi. Birinchi savoliga aytsak, o'yinimizda ishtiyoq menda ham, yigitlarda ham bor edi. Faqat o'zlaring ko'rib turibsizlar, ham 4 kunda o'ynayapmiz. Bu juda og'ir. O'sha uchun kechagi intervyuda ham aytib o'tdim. Mani holimda bo'lish, bu vaziyatda jamoani tayyorlash juda ham og'ir. Hozir qarang, biz bu yoqqa uchib keldik, yana 3 kundan keyin hozir qaytib borishimiz kerak edi. Qaysi tarkib bilan o'ynashim kerak, men buni o'ylashim kerak, Liga chempionatiga chiqishimiz kerak. Yigitlarning o'sha charchoqlari bugungi o'yinda ham o'sha svejest yo'qligi ko'rindi. Balki o'sha narsa sizlarga shunday tuyulgandir, o'sha ishga. Agar jamoa holati juda ham yaxshi holatda bo'lsa, tetik holatda bo'lsa, albatta bu bundan ham yaxshiroq, tezkorroq o'yin ko'rsatishimiz mumkin. O'sha uchun ikkinchi savolingizga keladigan bo'lsa, bu yerda hech qanaqa bir yashirincha narsa yo'q edi. Men har bir jamoani o'sha mehnatini qadrlayman, Neftchi jamoasining mehnatini qadrlayman. U narsa oddiy narsa edi, u bilmadim kimga bu narsa kerak edi-ku. Bilasizlar, Neftchi jamoasini hozir Agenka bilan o'yinida 20 mingga odam kirdi. Keyin bular Sho'rtanga borishdi, Sho'rtanga ham borib qo'llashdi. Keyin qaytib kelib Toshkentda qolib, Agenkaga o'tib bizning jamoamizga qarshi muxlislik qilishdi. Mana bugun kelish bilan bir 5 ming odam keldi. Bu qahramonlik emasmi? Faqat odamlar negativ tarafini axtarib ketdi. Kechirasizlar, hech nima narsa bo'lgan yo'q edi. Men bularni giroy sifatida ko'rsatmoqchi edim. Bo'lgan gap shu, mana 20 ming odam kirdi, G'uzorga bordi. Ko'pchiligini bilaman, qaytguncha G'uzordan Toshkentga qolishdi-da ular. Agenkaga borib bizga qarshi balet qildi. Mana bugun kelib, bizga 5 ming odam bizga balet qildi. Bizga qarshi balet qildi. Bu qahramonlik emasmi? Bu jamoaga, o'z jamoasiga yordam emasmi bu? Yoki olaylik o'sha rahbariyatni sharoit yaratib berayotgan. Bu ham qahramonlik emasmi? Hamma negativ tarafini oqtarib keladi. Kechirasizlar, oddiy narsa edi bu narsa. Albatta o'tgan yili mana Nasaf chempion bo'lganda hamma tabriklaganda. Albatta boshqa jamoa bo'lsa shuncha hurmat qilaman. Jamoa shu jumladan Neftchi ham, Navbahor ham tabriklagan.
Nefchi chempion bo'ladi, Nasaf chempion bo'ladi, Paxtakor chempion bo'ladi. Qaysi jamoa bo'lsa, men shu uchun aytayman, mehnatini qadrlaymiz, hammasini mehnati bor. Insonlar mehnat qilyapti. Buni to'g'ri tushunish kerak. Prosta gapda har xil narsani izlamas kerak. Negacha? Yaxshi tarafini og'darsa bo'lardi kimdir shuni. Muxlislarni nazarda tutganda. Haqiqatda bu qahramonlik emasmi? Men tozor bilayman, o'sha o'tirganimizda endi hozir sal cho'zilib ketdi gapimiz. Agemkada o'tiribmiz, 2000 ga yaqin Nefchini muxlis bizga qarshi va'da qilyapti-da. Biz o'shani muhokama qilib o'tirdik. Keyin borib press konferensiya ekan. Bu ham qahramonlik edi. Kechirasizlar, ijtimoiy yo'q edi, yerdan filiya savorish. Noto'g'ri tushundilar. Demak, o'tgan yili Nasaf voqea Men chempion bo'lgan bo'lsa, bu yil vodiyda Nefchi bo'lishga ham qarshilik hali men hozir aytib o'tdim, bu oxir emas. Nefchi bo'lsa hamma birgalikda tabriklaymiz. O'sha uchun oxir emas, oxirigacha kurash bo'ladi. Har bir jamoani mehnatini istaymiz. Bo'ldi, men Nefchi jamoasidagi murabbiylar shtabi bilan ham aloqam yaxshi. Juda ko'p muxlislarimiz, yaxshi aloqadamiz, Farg'onada ko'p do'stlarimiz, o'rtoqlarimiz juda ham ko'p. Barcha jamoa. Lekin bilmadim nimaga u negativ tarafini kimdir maqtardi. O'zim ham hayron qoldim. Meni yaqinlarim ham o'zimga telefon qilib, nega bunaqa bo'ldi ekan. Mayli, endi kimgadir o'zlari bilishadi, endi o'zlarining vijdoniga havola bu narsa. Omad barcha Katta jamoa. rahmat. Savollar ko'p, o'zi mavsum yakunlanib boryapti, shuning uchun ko'proq savollarimiz to'planib qolgan. Har yili bilamiz, Nasaf chempionlikka kurashadi. Avvalgi mavsumlarda bu yilga nisbatan farqli o'laroq hali chempion bo'lmagan jamoa sifatida chempionlikka kurashgan. Bu yil endi amaldagi chempion sifatida kurashmoqda-da. Aytingchi, avvalgi yilgi kurash bilan bu yilgisi, ya'ni o'sha chempionlikni himoya qilish o'rtasida farq qanaqa? Bosim bermayaptimi amaldagi chempion sifatida chempionlikni himoya qilish? Bu bilasizmi, biz o'tgan yili boshqalardan balki har jabhada ustunroq edik shekilli, menimcha. O'sha uchun biz 3 tur yaqin o'zi chempion bo'lgan edik. Bu yil chempionlik uchun kurashadigan jamoalar ko'p bo'ldi. Bu oson bo'lmadi-da. Boshqa o'rta jamoalarni ham saviyasini ancha yuqori qo'ydi, ko'p jamoalardan ochko olishga harakat qilishdi. Mana olaylik, Navbahor jamoasi biz bilan kurashdi. O'sha uchun buni himoya qilish menimcha ancha qiyin bo'lyapti. Lekin o'zlaring ko'rib turibsizlar, biz kurashyapmiz, buni menimcha munosib himoya qilyapmiz. O'sha uchun aytdim, bu oxir emas, oxirigacha kurashamiz. Yana bitta savol, raqamlarga, statistikaga ortga nazar soladigan bo'lsak, Nasafda deyarli so'nggi 3 yilda har yil shunaqa odat kuzatilar ekanki, mavsum so'ngidagi o'yinlarda natija salbiylashib boryapti. Bu qadriyatga aylanib qolmayaptimi? Yoki o'sha mavsum oldidan ko'rgan tayyorgarlik balandda bo'lmaganligi yoki o'sha tarkibda yetarli futbolchilar bo'lmaganligi nima bilan izohlaydi? Endi oxirgi hozir 2 yilda oladigan bo'lsak, o'tgan yili chempion bo'lganimizdan keyin biz juda ham tashlab oldik. Bu faqat chempionatda o'sha. Oldingi yili ham so'nggi turlarda, misol uchun, Nefchi bilan uyda durang, undan keyin qayerdadir mag'lubiyat bo'lgan shunaqa holatlar bo'lgan. Nefchi bilan mag'lubiyatga uchradi, tamom. Nefchi bilan mag'lubiyat, keyin durang shunaqa bo'lgan, ketdi. Bilasizmi, qanaqadir yillar takrorlanayotgan o'xshayapti-da, o'shanda o'sha Nefchidan oldin Bunyodkor bilan penalti urolmay yuta olmadik. Kecha ham qarang, Nefchi Bunyodkor bilan o'yinda penalti urolmay yana ochko yo'qotyapmiz-da. Shunga aytadimi, qadriyatga aylanib qolganga o'xshaydi. Yo'q, bu narsa yana bir narsa ta'sir qilyapti. Men o'tgan safar ham aytdim. Biz bu futbolimiz uchun ham kerak narsa. Agar ligada tanlashingizga to'g'ri kelib qolyapti-da hozir. Agar kam tarkibga ega bo'lsangiz, mana shu qiyinchiliklarga duch kelaverasiz. Mana shu narsa juda ham mana mavsumning oxiri, men chempionlikda ham o'ylayapman, bu yoqda ham munosib qatnashishim kerak. Bu juda ham qiyinchilik tug'diryapti-da. Bu oson narsa emas. Hozir endi kimdir buni har xil qabul qilishi mumkin aytadi. Kimdir, lekin bu juda ham qiyin narsa-da. Hozir biz qarang, bugun Qulamay qaytib boramizda, 2 kundan keyin yana eng yaxshi jamoalarning bittasiga qarshi kurashishimiz kerak. Mana bu jamoani o'ynatsam, hozir o'zi toliqib charchab bo'ldi. O'sha uchun bu juda qiyin o'sha nima desam, period ekanda, bosqich ekanda. Chunki ligada ham kuchli raqib bilan o'ynashingiz kerak. Bu yerda maqsadingiz uchun kurashishingiz kerak. Imkon qadar ichki zaxiramizdan shuniga foydalanib, shu qarshilik ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Savolim, men o'zimning shaxsiy savolim oxirgisi, biroz og'ir bo'lishi mumkin. Nima deb o'ylaysiz, chempionlik poygasi tugadimi? Yo'q, tugamadi. Nima tugaydi? Hammasi bor. Qanaqasi tugaydi?
Tugamaydi-yu. Boshqa jamoalar ham o'ynayapti. Nefsini o'ziga bo'ldi. Siz ham Yo'q, hali Paxtakor значит agar o'yinni yutadigan bo'lsa, anaqa Samarqand jamoasida ham imkoniyat bor. Imkoniyatlar bor. Bizda hali hech qolmagan. Biz hozir birinchi o'rindamizmi? Yo'q. Intriga nechchi endi o'ynaydi. Hozir Onlayn jarayonda to'g'ri birinchi o'ringa chiqdi. Hozir birinchi o'ringa endi onlayn. Nima degani birinchi o'rin. Nimaga Bir ochko birinchi o'rin. yo'q, nimaga biz hisobdan chiqamiz? Onlayn emas, birinchi o'rin. Hozir birinchi o'rinda. To'g'ri, Misol hisobdan chiqaryapmiz. birinchi o'rin. Chempionda o'ynayapmiz. o'ynamaganidan kelib chiqamiz. Hali o'zlaringni ham qarang. O'ynamaganidan kelib chiqib aytyapman. Neftchini taqvimi biroz yengilroqligidan kelib chiqib aytyapman. Chunki sizlarda mana siz aytyapsiz, taqvim tig'iz. raqiblar osonroq o'ynaydi. Bundan tashqari Nasafda taqvim tig'izda o'zingiz aytyapsiz, xalqaro maydon bor, mana Ikkita frontda yo'l bosib turib, 2 kundan keyin o'yinimiz bor deyapsiz. Shu nuqtai nazardan kelib chiqib aytyapman. Intriga uchun kurashadi. Hamma jamoalar. Kimda Assalomu alaykum Ro'ziqul aka. Bugun Oybek Bozorov forumi juda ham bilindi menimcha maydonda. U bugun qaydnomada ham yo'q edi. Katta yo'qotish bo'ldi. Kecha kasal bo'lib qoldi. O'sha mashg'ulotga ham qatnashmadi, kim e'tibor qilgan bo'lsa. O'sha uchun betobligi uchun bugun umuman qaydnomaga kiritilmadi. Assalomu alaykum, Ro'ziqul aka. Keyingi o'yinda omad. Katta rahmat. Navbahor jamoasi futbolchilaridan sizga eng o'yin yoqqan futbolchi kim? Bugungi o'yin. Navbahor jamoasi kelinglar, tanlovlaylar. Bugun jamoa sifatida borini berib o'ynashdi. Shuning uchun hamma taqsim. Rahmat. Rahmat.